Instagram yurg'izdim degani men eng zo'r kosmetologman degani emas. Xirurglarni minus taraflarini ochib berishyapti, kosmetologini bu keldilar, короче. Puldan muammo yo'q dedilar. idealniy ishini ko'rdim. Ikkita vrachchi. Даже mana o'zida ham qoshingizni qarang. Lichni menga havas qilaman deydi, havas qilmaylar. Da bittasi pastda, bittasi tepada. Bir xil qilib bera olasizmi? Bir xil maxsus-ku deyman. Bir xil. Shram bitishi organizmga ham bog'liq. Kosmetologik protseduralarni kosmetologlarda qildiringlar. Xirurgический kesiladigan любой вмешательствоlarni iloji bo'lsa o'sha bitirgan xirurglarda inslarni boshqa. Baribir nimaga menga qimmat qildingiz, qimmat. Menga интересно. Shu savolga javob olmoqchi edim. Keyingi podkastlarda kuzatinglar. Qiziqroq bo'lib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi mehmonimiz известный пластический хирург Iftixor Nigmatov. Juda ham xohladim именно bular bilan men podkast olishni, chunki kosmetologiyada qilinadigan protseduralar bor, kosmetologga kuchi yetmaydigan protseduralar bor. Xirurgga borish kerak. Поэтому birga podkast olishni niyat qiluvdim, bugun mana nasib qildi. Rahmat Nargiz opa taklif uchun. Buni doim o'ylab yurardik, plan qilib, Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Yaxshi savollarni ko'tarib, qiziqtirgan savollarga javoblarni berib, hamma javob oladi endi Xudo xolasa. Men sizni ishingizni живой reklamasiman-da, ходячая reklama. Kelib ko'rib ketishadi. На самом деле qanchalik, lekin bitishi faqat xirurg ishidan зависит emas-da. Faqat xirurg qo'lida emas. Qanchalik yaxshi bitib ketishi. Birinchidan yaxshi ixlos bilan borish kerak. Men sizga aytganman, men sizga ishonaman, делай. Я знаю, что ты лучше сделаешь deb. Bu zo'r motivatsiyada xirurgani ishonchini oshiradi. Da, bemalol ishlaydi. Keyin uydagi parvarish. Хотя 10 kundan keyin men uchib ketganman. Va narusheniya воспаление bo'lgan, sekina. Ну nechun, o'shanda ham sizni men успокоить qilganman. Что все будет нормально. Я знаю, что будет нормально deb. Ishonch kuchli bo'lishi kerak. Nima qoyil qoldim, mana hozir bugun ko'rdim. Ancha rezultat, qizarish bor edi, rastojeniya bor edi. RF oldingiz? RF oldim yaqinda. Hozir sezonman, mana hozir aytib keting, mana shular ko'pchilik so'raydi mendan RF olaylikmi? Hamma yog'imiz qizarib ketadi deydi, ishib ketadi bang'alar. Вот mana RF mana полный reklamasiga men shunaqa довольныйman, lekin 2 yil kutib, не пожалела, что я сделала RF. RF qilganimga жалеть qilmayman. Kimlar olishi kerak mana? Siz shunchalik yaxshi teringiz bo'lganda ham baribir RF oldingiz. RF oldim. Kerak. Chunki menda kojam, esingiz bo'lsa, juda ham yumshoq, mayda ajinlarim bor edi. Kulganimda ingichka. Ha, da. Ko'zimni tagida ham уплотнить qilish uchun RF уплотнить qiladi kojani. Lekin men bunaqasiga подтяжка kutmaylik u protseduradan. Sheyamni kojasi juda ham ingichka edi, men довольныйman. Именно RFdan keyin. RF kirib chiqqanda nima? Travma berish hisobiga? Travma berish hisobiga уплотниться qiladi. Qilmaydi, qanaqa ukol inyeksiya emas. Ukol bilan tayinladim, lekin kojam. Bu tushunarli. Kosmetologiyada ishlayman уже вот 7 lет. Men уже осознанный возрастda boshlaganim uchun, keyin ko'p problema bo'lgani uchun, kojam bilan problema bo'lgani uchun men o'zim kirib kelganman shunga. Shu ishlab sklonность pigmentatsiyaga bor. Yo'q, qizishga, kosmetologiyaga nima? Вообще o'zi kolorist bo'lgim kelgan. Odamlar yo'q deganlar. Xo'jayinim ham yo'q deganlar. Shu kosmetologiyaga maylan deganlar. Более такой солидная профессия deb. Хотя men ishonaman, kolorist bo'lganimda ham zo'r kolorist bo'lardim. Meni kabinetimda o'zimga qilib, menga yoqmagan protsedurani o'zi yo'qda. Chunki в принципе, reelslarni bunda qarab chiqsangiz, unaqa ko'zimning tagida problema bo'lmagan, правильно? Da, to'g'ri. Paske yashirgan bo'lishingiz mumkin. Yashirilmagan filtr qo'yilmaydi, qo'ydirtirmayman. Men keyingacha nimadir qildirganingiz, men siz keyin men bitta brend bilan ishlamoqchi bo'ldim-da. Menga aytishdi, "Voy, sizda ozgina grishkalaringiz bor ekan, shunaqa zo'r preparatimiz bor, yop beradi" dedi. Ну, ладно dedim. Давай сделаем, yop bersa. Men u brendni yomonlamoqchi emasman. Aytmayman ham. Men u protsedurani qildim-da, u protsedura meni наоборот tezroq xirurgga borishimga bo'ldi. Talqat qildi. Da. Bo'ldi. Ishirib tashlagan demak. Ishirganda baribir cho'k beradi, gelmas yo'q. Но в составida все-таки есть гиалуронка. Поэтому qaysidir preparat olishdan oldin baribir birinchi o'zimga qilib ko'raman. Men-ku o'zimni to'g'rilab ola olmayman. To'g'ri, lekin oddiy aholida
Siz tushunasiz bu narsani. Shu sohadasiz. Короче, men realni yana bir marta tushundim. Grija bormi, все. Olish Вот kerak. hech narsa qilish kerak emas, borib oldirib tashlash kerak. Shu joyda aytib o'tib ketamiz. Haqiqatan to'g'ri aytdilar. Ya'ni grija bu ko'z ostidagi yog' hisoblanadi. Bu o'zi tabiatan bu yog' suvni yaxshi ko'radi. Ya'ni ko'z atrofiga shu o'zini atrofiga suvlarni yig'ishni yaxshi ko'radi. Bu bir. Bunga filler qiladigan bo'lsanglar, bu 2 barobar ishiga olib keladi. No, fillerlar haqida ham ozgina gapirib o'tamiz. Bu filler yana yomon tomon. Birinchidan, inorodniy telo, ikkinchidan o'zini qilinadigan joylari bor. Uchinchidan bu narsa silyozga, narsa shoshga qilinsa, отсечить qilib turadi, ko'karib turadi. Nabor, grija o'zi ishib turibdi, uni ustiga yana filler tushyapti. O'shani hisobga 2 barobar ish bo'lib, bular kelishga majbur bo'lganlar. Yana shu низкий dozada fillerli narsa qilganlar. Endi realniy filler bo'lsa, uni boshi bang'alab ketadi. Была бы какалка. O'shaning uchun grija bo'lsa, hammaga o'sha blefaroplastiya uni olib tashlash kerak emas. U zo'r narsa, u zo'r yo'q, kerak bo'ladi. Uni перераспределение qilish kerak. O'sha narsa silyozga, narsa shoshga. O'shanda yana ham yaxshi natija bo'ladi. Bu degani ko'z tagiga bo'ldi, boshqa hech qachon hech narsa qilinmaydi degani emas ekan. Da, ya uxodda, конечно, Da, kerak. uhod, Ko'jangiz tortdik da. biz, yana podtяжка qildik. Undan tashqari yana qancha protseduralar qilyapmiz. Bir xil mononitsiyani ko'p qiladi. Karkas bo'lsin deb. Nima deysiz shunga? Men boshqa nit bilan ishlamaganman, qo'rqaman o'zimga qilishga, поэтому я не знаю. Lekin Ну, endi man yaqinda polimolotchika-ku. nitdan protsedurani idealniy ishini ko'rdim. Ikkita vrachchi. Bittasi Olganingmi? doktor Adiyes, mani o'rtog'imni qildilar. Toshkentdan? Toshkentda. Aha. Ikkinchisi Gulchehra kosmetolog. Ha, Вот bu идеальная taniyman. подтяжка bo'ldi. Qanchaga Потому что yetadi? кожа очень плотная edi. Qanchaga yetishini men Bir bilmayman, ikki lekin yil. men bu rezultat do и послeni men nit Endi- qo'ymayman-ku, ну иди Doyi сделай сразу nit. после Doyi ko'rgansiz. после. Отдаленныйsini ko'rish kerak. Отдаленныйsini 6 будем. oy, да. 1 yil u joyda zo'r bo'ladi. Nitsa ushaveradi-da, конечно. Kobralari bor-ku, nasechkalari. Men nitsa bilan zo'r ishlaganman. Lekinchi men polimolochkani неконтролируемый fibrozini ko'rganman. Polimolochkada. 2 raza больше bo'lib ketadimi? 2 раза emas, там, я не знаю, 10 раз больше. Bunaqa Там, vырабатывать. там вообще, да. Буям зависит не от того, что врач плохо сделал. Организмdan зависит. Да, bo'lishi mumkin. Polimolochkada. Это, наверное, может bir mingta, 2 Xirurgiyadan mingtadan bitta. qo'rqadiganlar, podnosh o'tishga qo'rqadiganlar, kesishga qo'rqadigan, podtяжка, masalan, глубокий smas podtяжка qiladiganlar, unda qilsa bo'ladi. Lekin bu keyingi xirurgga sal xalaqit qiladi lekin bu. Fibroz bo'ladi, ya'ni yuzni tortish qiyin bo'ladi. Podtяжка litsa qilganda. Agar podtяжка litsa qildirish kimdir plan qiladigan bo'lsa, men litsa qildirmay turgan yaxshiroq. Agar yo men bir podtяжка litsa qildirmayman desa, unda litsaga borish. Uni ham ayol kishi qatdan biladi. Bugun garmon bunaqasiga o'ynasa, ertaga boshqachasiga Sizlarda o'ynaydi. garmondan doimiy urush bo'ladi. Hozirgi kundagi mana ko'ros trenddagi tema shu xalqqa, butun xalqimizga shu Qozog'istondan kirib keldi. Asosan bir 5 yil oldin hamma bu обучение qilib keldi. Birinchi nitevaya blefaroplastika yo'lga qo'yishdi. Keyin podbrovniy blefaroplastika kesishga o'tdi. Keyin nadbrovniyga o'tishdi. Keyin височныйga o'tishdi. Keyin oxiri Hamma ish qilib, podtяжка bichilib ketdi hamma joy. salonda antisanitariya уже bu tema ham ezilib ketdi-yu, lekin baribir shundan yetib bormayapti. Mayli, u kosmetologga yetib bormasa, zato xalqqa manfaatli bo'lsin. Xalqimizni ogohlantirganimiz biz kerak. Shunda misol uchun zo'r xirurg kosmetolog ishini qila oldim yoki zo'r kosmetolog xirurg ishini qiladi. Nima deysiz mana misol? Siz kosmetolog sifatida o'zini hurmat qilgan kosmetolog siz bilaman, kesmaysiz. Ko'pchilik bor, kommentariy o'sha yaqinda reels qo'ydim, ko'rdingiz. Даже kosmetologlar ham o'shalarni anaqa qoralab chiqadi. Даже, да, kosmetologlar ham qoralaydi. Men o'zim lichni ko'raman-da hamma joyda. Shram bitishi organizmga ham bog'liq. Еще plus tikishga ham. Faqat ustki qavati tikilmaydi-yu, plastik operatsiya qilinganda. Voy. 3-4 sloy tikiladi. Da, o'shani hisobga olinmaydi-da. И u yerda mana shunaqa расхождение bo'ladi, katta shramlar. Я говорю, qaysi anaqa tikuvchi bichib tashladi sizni deyman har doim. Потому что надбровныйda deysiz, qoshi tepasida. Men bu yerda tikilgan, mana shu yerda. Расхождение bo'lib yotibdi hamma joy. Men височный zona. И mana men quloq oldim. Hamma joy расхождение bo'lgan. Я говорю, endi bitta pul yig'ing dedim. Teri o'sishini kutish kerak endi. Da, borganda xirurgda qildirgan dedim. Наверное, скобкалada tikib qo'yiladi, чтобы долго заживало, да, bir-biriga. Но это ненормально, девочки, qizlar xirurg ishini xirurg qilish kerak. И вообще косметолог отвечает именно состояние качества кожаga отвечать qiladi. А хирург именно подтяжкаga.
smosloylarni, kojani, bitta kojani o'zi kesib olib tashlalinmaydi. Подтяжка qilinmayotganda. Bizda nechta qavat bor? Har bitta qavatini tepaga ko'tarish kerak. Men ko'zimga tegan operatsiya qildirganda men faqat grijani oldiraman deb bormadim-da bular oldilariga. Men bordim, чтобы bular menga qilib bersinlar, чтобы mana bu средний tretь ko'zi tagida orbita pastga osiladi, tushib ketadi, suyakdan pastroqga tushib ketadi. Qarilikni alomati, qarilik kelayotganini alomati. O'shani joyiga, как в молодости tikib qo'yishlarini xohladim. Это не просто блефаропластика была. Да. Это же не просто блефаро. Поэтому хирургка ishini qo'yib beraylik xirurgga. Kosmetologga ishini xirurglar bizga endi qo'yib berishsin. To'g'ri. Biz endi xirurglarda orasida bo'lsa kerak, baribir kam bo'lmaymiz. Men kosmetologlarning ishini qiladiganlar kamroq. Shaxsan o'zim men misol uchun kosmetologdan o'qib chiqqanman. Fillerga ham, inyeksioniga ham, hammasiga-da. Chistka emas, ana inyeksion, nitsaga, bitta shu botoksni ushlab qolganman. Nimaga? Ana blefara qilgandan keyin korreksiya qilishga. Asosan o'sha gusing lapkani, xamursa qiladi, meshbrovniy, lobnilarni bo'ldi. Qolganisiga aralashmayman. Vaqtim ham yo'q. Вот, sizni vaqtingiz yo'q. Nagzapamga boravering deyman, to'g'risi to'xtab qolam boring deyman. Sizni vaqtingiz yo'q-da. Vaqti borda shundan boshlaydi-da. Xirurglar, в принципе, man taniydigan xirurglarning vaqti yo'q reально. Они за операцию отвечают. Конечно. А косметологlar olib boradi уже boshqa etaplarini. Faqat inyeksiyada emas-ku, uxod qilish. Endi o'shanaqaga klient yo'qlar kesishga o'tib ketganda, $100, $200 qilib. Arzongina. Nimaga menga qimmat qildingiz? Litso brendida tegish qiyin edi bu litsoga. Yo'q, men har bittani prямой efirda yozaman. Nimaga menga qimmat? O'zi boshqa narx aytadi. Nimaga menga qimmat? U savol javobsiz qoladi. Hozir endi efirda ayting. Nimaga? Nagzapamgada ana mas'uliyat kuchli bo'lganligi birinchidan. Ikkinchidan bundoq keldilar, короче. Pullar muammo yo'q dedilar. To'g'ri, vторич. Nimaga sizga vторичный edi? Filler qilinganmidi? Aytavering endi sizdan to'g'risi. Filler qilingan. Men aytib chiqaman-ku, menga filler qilingan, men qilganman, lekin filler совсем yomon narsa degani emas. Вообще filler kerakli joyda, конечно, zo'r. Но meni ozgina muammoim bor edi. Полный full face filler qilingan, u globalniy muammoga aylanib ketdi keyin yuzimda. Menga yoqmadi. Men уже o'zimga o'xshamaydigan qiz bo'lib qoldim. Вторичный bo'ldi o'shanga. Вторичный bo'ldi-da, to'g'ri. Chunki filler bo'lgan, boshqa bo'lgan, filler migratsiya qiladi yuzda. Ayniqsa nasakubkaga qildirmaydi. Ko'pchilik nasakubkani ishirib berasizmi filler bilan deydi. Yo'q. Nasakubkada. Конечно, bo'lmaydi u narsalar. Nima endi yengilliklar Nargiz opa, mana o'zingizni karyerangizni, sohangizda nimani olib kirmoqchisiz? Yaqinda ham 5 million, 6 ming dollarni to'lab onlayn kurslar o'qiysiz. Ya'ni O'zbekistonda o'qimaysiz, bular asosan chet el, Moskva yoki Turkiyaliklar bilan. Nima yengillik? Yengillikchi все-таки men Uxod bo'yichami yana? Uxod bo'yicha. Baribir uxod. Ba'zi shuncha yaxshi qilsangiz ham yana nimadir kamchilik bor. Baribir uyda ertalab kechqurun men bu disiplina bo'yicha qilinmagan uxod. Regulярность bo'lmasa bo'lmaydi. Это так же, как и sport, да? Mышцani narastить bir marta borib qila olmaysiz-ku. Постоянно ishlash kerak. Поддержка qilib turish kerak. Конечно, ertalab kechqurun. Men aytaman, eng zo'r uxodni o'zingiz qila olasiz, chunki o'zingiz yaxshi ko'rib surasiz, o'zingiz yaxshi ko'rib qilasiz deyman. Men sizga bir marta qilib beraman. To'g'ri. А ты должна продолжать это все. Я хочу mashu. Endi bizda mentalitetga ham shunaqa narsalar. Bitta qilsa, bittada zo'r bo'lib ketsa bo'ldi. Shu bilan 6 oy 1 yilda. Bittada zo'r bo'lmaydi. Ketishadi. 1 yilda bir marta kelamanmi deydi. Nimaga? 6 oyda bitta. Aytaman, men aytaman, kamroq olinglar, orasini deyman, 8 oy 10 oyda. Botoksdan qo'rqaman deyishadi-da. Misol uchun, hamma tasavvurda boshqa narsa-ku, tushuncha yo'q. Qo'rqmang, u 1 oyda, 6 oyda 1 yilda bir marta kelish o'zingiz uchun hech narsa emas-ku deyman. Normal. Har hafta kelsangiz ekan, o'rganib qolaman, boshqa narsa desa. Shuning uchun ushlab turish uchun kerak bu narsa ham. Bo'lmasa ajin bosib yotadi-da. Ajin bosadi, pastga yuz osilish boshlaydi. Это 27 yoshdan beri boshlagan bo'lsam, men 7-8 oyda 37 yoshmisiz? 45ga kiraman bir haftadan keyin. Mashalloh. Ko'rsatasiz. За столько лет. Почти 20 yil opit u. Опыт, да, botoks bo'yicha.
lekin hech qachon har 3 oyda 4 Individual oyda nima yondashasizmi? qilmagan. Misol uchun bir Individual. xillarda mana shu o'zi ikkita musda ishlab turadi. Korrugator o'zida, protsevosda. Manda, naверное, mimika faqat kulaman-ku ko'zim oldida. Hmm. Ajin tushadi. Boshqa joyda unaqa qattiq ishlatmayman. Уже o'rgatilgan u mышцalar ham. Faqat go'singlarga qildirib turasiz. Yo'q, hammasiga qilaman. Bitta qilganda. Kechish qilib qo'yamiz. Kimga qildirasiz botiksda? O'zim, O'zi qilasiz, ha? Aytdingiz, o'rgatdingiz menga. o'zim. To'g'ri lekin. Hozir yana yangi o'qish oldim. Хочу посмотреть ularni texnikasi qanaqa bo'ladi. Shunda glubokiyroq olish kerakmi? Arbikularskiy круговой мышцаga или прямо Men 2 qavatdan nima qilaman? Ne, mышцani o'ziga qilish kerak. Да, вот. Mышцani o'ziga qilish kerak. kerak. Mana qoshni, например, втяженияsi hammada har xil-ku. Mana Biz uchta точка belgilaymiz endi asosan uchta. Ko'p maydalab kelasizmi unda hozir? Ikkita anaqasini liniyasini qilaman deb. Zo'r. Deleniyasiga qarabda endi. Qancha doza jo'natishga qarab, bizlarning sohada unaqa majburiy degan narsa yo'q. Hamma narsa planoviy, o'zini sharoitidan. Bu keyin lecheniya emasda, bu usluga bu. Конечно. Qachon o'zini sharoiti bo'lib, boshqa bo'lganda shunda ham bemorlarimiz tushunamiz, chunki shu xalqqa xizmat qilyapmiz deb turib, skidka qilib beramiz, boshqa qilib beramiz, o'tib beramiz. O'shanda ham. Keyin baribir yana o'tib bering deyishadi, yana o'tib. Men o'zimni o'zgartirgim kelmayapti, lekin mana shunga o'xshatib qo'ya olasizmi deyshadi. Или siz o'zingizdagi qilib bera olasizmi? Ko'targanman, qilib bera olmaymiz biz baribir. Конечно. Lekin sizga ko'pchilik havas qiladi. Shu yoshda shunaqa ushlaysiz. Birinchidan aytaylik, men lishniy vesim yo'q. Yo'q-a? Menda lishniy ves yo'q. Borgansiz ko'rmayman 1.62 ves rost bo'lsa, menda 50 maksimum 52 kilo bo'laman. Dieta bilan ishlaysizmi? Sportga borgansiz ko'rmayman hech. Sportga boraman, ko'rsataman keyin. Lekin sport bilan ozganman. Sport bilan ozganim uchun ham meni hech qachon osilib ketmaganda. Zo'r, tonus zo'r. Tonusda bo'lgan, chunki kollagen elastin. Kollagen o'zim trenirovka qilib, ishirtirib, ani o'stirganman. Da. Boshqalar nima deb? Monjariga qanaqa qaraysiz? Menga rosa yozishyapti shuni. Ukol qildirishyapti, ishtahani buzib, ozishyapti. Bilmayman, monjaro haqida jam unaqa qiziqmagan, lekin jigarga gepatotoksikligini bilaman. И не только. Hozir men boshqa doktorlarni ham qaravyapman-da, eshityapman, o'rganyapman. Hozir mana rezultat beryapti. Hoziryapti. Monjaroni tugatgandan keyin yana semirishyapti deb. Bunga nima deysiz? Apetit qaytib keladi-da. Qaytadi, конечно. Prям semiz bo'lsa, endi tana massa indeksiga qaraladi, IMT deyiladi. Agar u misol uchun o'rta og'ir darajada semizlik, birinchi darajada semizlik, ikkinchi darajada bor, unda eng zo'r baribir bariatriya. Agar o'zidagi iroda sust bo'lsa, bariatriya yaxshiroq. Endi shunaqa deysiz, qarang, men Izraelga borganimda 89 kilo, 90 kilo bo'lganman. O'sha bariatriya qilgim kelganda, o'sha yevroy vrach aytgan. 90 kamda. Yo'q degan. Keyinchalik menga tushuntirib bergan nimalar bo'lishi mumkin, qanaqa usvoyeniyalar. To'g'ri, vitamin polniy chiqib ketadi hammaga. Da, polniy chiqib ketar ekan. И постоянно men tabletkada yashash men uchun. Boshida-da. Keyin yaxshi ketadi. O'zbekiston o'tirib qoldi o'sha hamma. Bizda semizlik ko'p-da, Akam yeyishchi, не вариант. Qiyinda. Lekin o'sha vrach o'rgatganidagi men kelib haligacha ovqatlanaman. Zavtrak qildimmi? Ужинgacha Kletchatkaga boymi? Да. Mana shunga o'tirib oldim hozir. Kletchatka, belok bo'lishi kerak. Но почему-то bizda hozir именно углеводlarni chiqarib tashlashyapti. Nimaga? U ham kerak-ku. Просто есть сложные углеводы. Rislarni uglevoddan ishlaydi. Uglevod degani bizda shirinlik nazarda, shirinlikni chiqarsa bo'ladi. Shirinlikni chiqarish. Lekin uglevod chiqarib tashlay olmaysiz. Keto diyetaga o'tkazishyapti hozir. Quyon go'shtlari bilan. Keyin dietologlar ko'paydi hozir bizda ham. Da, men, например, unchalik zo'r tushunmayman ularni, dietologlarni ishini. В принципе, o'rganmaganim uchun, lekin o'zimning ratsionimni nima qilsam, menda har kuni sariyog' non bor. Men yaxshi ko'raman o'z sariyog' nonni. Belok bor. Agar ulgurmasam, конечно, kokteyl. Belok normada olishimiz kerak, chunki belok yetmagan organizm tez qariydi. Hamma taraflama, suyadan boshlab ko'zani ustigacha. Nimagadir insonlar o'ylaydi, ayollar o'ylaydi, что faqat terini o'zi qariydi deb o'ylaydi. Хотя весь организм. Da, endi terini strukturasi bor. Qarang, bizda hozir bo'layotgan muammolar bor-da. Masalan uchun, endi o'sha siz aytgandek operatsiya qilinadi, kesiladi. Kesilgan joy yo'qoladimi deydi, yo biz aytamiz, yo yo'q bo'lmaydi deymiz. Nezametniy bo'lishi mumkin vaqt o'tib deymiz. Organizm haqiqatan zo'r ishlasa, bezuqot.
Lekin o'shanaqa qizarib, mana sizda zo'r vaziyatdan chiqib ketdingiz-da, chunki shu sohani tushunasiz, boshqa qilasiz. Biz sizga qachon jo'nataylik shularni, misol uchun? 2 haftadan keyin bu borsinmi, nimadir o'qilingiz bormi, 3 haftami, 1 oydan keyin qizarib turadi. Chandiqqa qarshi krem yozamiz yoki yaxshi o'rtog'im bor, komilcha u lazer qiladi. Muddatiga qarab 3 martali. O'shanda ham yaxshi ketyapti. Endi misol uchun kosmetologiyada Lazerda ham yaxshi ketadi. Bormi, qanaqadir ukollar yo'qmi? Лучше полностью man har doim aytaman 40 kun o'tsin deyman. Shoshmalaring deyman-da. Biza ishlaymiz, bilasizmi, уплотнение кожаga-da. В основном уплотнять qilishga. Уплотнять qilmasak bo'lmaydi. Men keyin bitta plastik xirurgga borganimda men betimni ko'targim kelganda bundoq qilib. Именно men bu o'rta tarafni ko'targim kelgan. Shunaqa qilib qo'ying, men вообще botoks qilmaydi ekanman-da. Birinchidan hali sizda unaqa опущение yo'q degan, siznikini tegish kerak emas. Ajoyib anaqa bo'lib qoladi, взгляд bo'lib qoladi, вечно удивленный bo'lasiz degan. To'g'ri. И всё в норме, yarim santimetr hech narsa rol o'ynamaydi deganda. Kerakmi? Missa yaqin ko'tarilish kerak, Endi mana shu kurish kerak. Masjid rejim. Nimalar to'ka xolamaydi bu ayollar. Shu, lekin u protseduradan keyin ham, то есть u operatsiyadan keyin ham височная подтяжка bilan лобная подтяжкаdan keyin ham mani yuzim botoks постоянно oladigan ekan. Doim botoks kerak ekan u operatsiyadan keyin. Emotsionalniy labil bo'lganingiz uchunmi? Botoks baribir. Da, потому что unaqa удивляться qilib yuraman unaqa qilib. Shunda ham tushmaydi sizga bundoq qilsangiz, meniga qarang. Men ishlayman. Koja bilan. Men kislotali ishlataman. Uplotneniyada gap ketdi ekanda. Kislotali ishlataman. Birinchi uxlatga nima boshlasa, mendan ham so'raydi ayollar. Men aytdim, shundangiz berib boring. Men biorevitalizantmi? Birinchi nima bilan to'yintirsin? Kollagen ukolmi, o'zini PRPsimi? Kollagen stimuliрующий preparat. Preparatlar. Italyanskiy lazami. Mambetingiz juda ham сморщенный. Menga ancha qurib ketdi-da. Sizga yarashmaydi-da unaqa выглядеть. Да. Ну, на самом деле-da, uzoqdan chiroyli ko'rinaman endi. Yaqindan-da uxlat qilib turish kerak baribir. Qanaqa mijozlar bilan ishlamaysiz? Uni qanaqaligini oldindan qatdan bilasiz? Gap so'zidan. Masalan, keladi bo'lsa yaxshi Butun ko'rinadi. Toshkentdagi protseduringizdan keyin o'zgarishi mumkin. Men shuncha pul sarfladim, shu narsani oldim, men hech narsa sezmayman dedi. Оказывается, u to'yingan bo'ladi. Boshda ko'rinmaydi-ku hech narsa. Menda ham ko'rinmaydi hech narsa. O'shani aytaman, o'shanga qanaqa qaraysiz? Во-первых, qarang. Iftixor. Bittada o'zgarmas. Biorevitalizatsiyalardan, или mezoterapiya, u отсроченный effekt beradi. 27 yoshimda agar boshlamaganda, balki men hozir boshqacha ko'rinishda bo'lardim. U protseduralarni. Da, kojam постоянно to'yinib turmaganida, balkim boshqacha ko'rinishda bo'lardim. Balki meni ham yuzim osilib ketgan bo'lardi. Hayotimda sport bo'lmaganda, ежедневный уход bo'lmaganda, esnayverma. Stress ham yo'q-da. Stress. Nimaga stress? Olib chiqmaysiz stress. Men просто stressni olib chiqmayman. Faqat maqturasiz. Zo'r-da, u. Bitta men yomon. За столько лет stress yo'q deb o'ylaysizmi? Naоборот, nimaga mana shunaqa bo'lib qolganman? Потому что bormi stress? Bo'ladi, конечно. Sizda bo'lmaydimi? Хирургlarda ham bo'ladi, bizda ham bo'ladi. Bizdan слишком ожидание завышенный. Bizdan. Bizda da tiklanadi. Bizlarni protsedurada tez o'ziga keladi, tez o'tib ketadi. Например, botoks unaqa yotgan bo'lmasa ham, unaqa ushalmagan bo'lsa ham o'tib ketadi. Ничего страшного, да. Korreksiyasi bor, boshqa bor, kutsa kutadi. Sizlarni operatsiyalardan keyinchi? Bizda qiyin-da. Bizda xato bo'lsa, boshqa bo'lsa, orqaga qaytish qiyin bo'ladi hozir. O'shaning uchun bizda stress ko'proq. Uni xohishini chiqarib berish, asimetriya явный, mana даже mana o'zida ham chap qoshingizga o'ng qoshingizni qarang. Da, bittasi pastda, bittasi tepada. Nima qilay? Ya bu genetikada, buni bir narsani tan olish kerak. Bir xil qilib bera olasizmi deyshadi. Bir xil emassiz-ku deyman. Bir xil qilib berish iloji yo'q. Asimetriyada, misol uchun go'zallik ham. Agar bir xil bo'lsangiz, ana chizilgan, ana kartinkadek bo'lib qolasiz, Monaliza bo'lib qolasiz. Filtrdek. O'shaning uchun o'ng tomonda flirtovat ko'p bo'lsa kerak-da, o'ng tomon ketaveradi. Botda ishlamaydi-da, bioterapiya. Da, o'shanga. Da. Hop, shunda nima qilsin? Borurish kerakmi sizga? Kim? Недовольный bo'lsa ham? Yo'q, endi patsientlarda borurish ham, bu ham finans talab qiladi-ku sizga. Lekin uyi домашний уход to'g'irlab olmagunicha bir demak домашний уход ham yozib berasiz. Конечно. Hammani ham pocket money ko'tarmaydi-ku, o'shanda ko'tarib anaqa berasiz.
Ushlab Например, tursa bo'ladi, поддержка. да, qarang, Iftixor menga keladi patsient, например, qanaqadir protsedura. Men har doim so'rayman, qanaqa уход qilasiz? Chunki men protseduramni miyamda уже o'ylab ketaman-da, qanaqa nima уход qilsa, ertalab kechqurun qanaqa ishlatsa, bir haftada bir marta nima ishlatsa yaxshiroq bo'lib ketishini. Zo'r bo'lib ketmaydi, idealni. Например, u qiz mani yuzimdagi bo'lib qolmaydi, mani yuzim unikidagi bo'lmaydi. Meni ham havosim keladigan yuzli keladi menga. Hech narsa qilmasa ham tiniq, Tiniq, genetическийda. Meni ham havosim Ko'rganman. keladi ularga. Yuzimga hech narsa qilmayman deydi. Реально qilinmaganda, men ushlab ko'raman, suyaklari cho'tki joylashgan tepada. Podko'ja Обал zo'r, cho'tki, qalin, да, плотный, да, plotniy. idealni bitta sinig'i yo'q. Mana, например, 50 yoshli ayol keldilar, men вообще aytdim, mani удивить qilish, Bu genetika. да, удивить qilish qiyin dedim, lekin men juda ham удивленныйman sizni внешний видingizga. Birinchidan ko'zlarida nur bor-da, yana постоянно улыбается. Shu kulishingizga ham dedim, Да. ajinlar yo'q nimaga dedim, vedьма что ли dedim ularga. Qalbga ham bog'liq ekanda. Да. Odam doim realist, pozitivist bo'lsa, negativchilarda doim negativ narsalar ko'p bo'ladi-da. O'zicha mana patsient Odam keladi. injiq ham bo'lish kerak emas-da, sal bunday keng bo'lsa qalbi ham Qalbi kengligi zo'r kamayib ketadi. rezultatlarga erishadi. Operatsiyada ham, protsedurada ham. Ozgina сомнение bo'ldimi? Patsientni olish kerak emas. Иди, когда будешь готова. Men уже mana 3-patsientman, men o'zimga quloq solmadim-da, ichki Oldingiz. Oldim, o'shalar bilan problema. Nafsmi? Nima bo'ldi? Nafs emas, o'zligi. Voy, men shuncha yo'ldan keldim-ku, degani uchun mayli nima qilji, Unda protseduradan oldin tushuntirish ishlar bormi-san? Bizni ko'rasiz, yarim Voy, soat tushuntiramiz. всю процедуру говорю. Mana bunaqa bo'ladi, shasa sezimingiz. Все равно bывает, да, havo что-то. ketgandek bo'ladi, ko'rinmaydi hech narsa, lekin organizm nasamda to'yingan bo'ladi. И не только так. И undan emas. Например, botoksdan sinig'lar bitta edi, 2 3 5 6 ta paydo bo'ldi deb olib borishadi bu yog'ini. Потому что раньше сами не замечали. Mana bunaqa narsa bor, bilasizmi? Bir xil parixmaxirlarga yaxshi o'zini u yerni parixmaxirlarga yozilmoqchi bo'lsangiz, siz boshqa kimda shu paytgacha unga yozilmagan bo'lasiz. Kimdadir oldirasizmi deydi, ha desa, bo'lmasa ola olmayman deydiganlar bo'ladi. Sizda shunaqa stil sindrom bormi? Ya'ni o'g'irlik, ya'ni doim boshqaga borgan, недовольный, уже sizga o'tgan. Sindrom mana shu oxirgi Boshqa kunlarda kosmetologlardan o'sha to'xtab sizga o'tib ketavergan, kelayotgan o'sha. sizni ustozingizni singlari keldilar. 10 yildan beri bitta kosmetologga boraman dedilar. Nimaga meni oldim keldingiz? Просто men sizni yaxshi ko'rdim dedilar. Men yuzlarini qaradimda, siz mana shu 10 yil ichida bitta kosmetologingiz idealni ishlab bergan dedim. Mashallah. Boring o'sha yerga. Zo'r. Kelmang, o'tkazmang dedim. Chunki sizni 10 yil ichida o'rgan bo'lgan ko'zingiz bilan, ha. men endi boshlayman o'rganishni. demak, Instagram undan boshlar yurg'izdim degani men eng zo'r kosmetologman degani emas. To'g'ri. Поэтому o'shanga borasiz dedim. И yana bitta ayol keldilar, тоже kosmetologlar bor. Ухоженный, biz ko'ramiz-ku, ухоженный, неухоженный kojani. Nima protseduralar qilasiz deb so'rayman, da. Например, necha yildir men shu kosmetologga boraman dedilar. Boringda, o'sha kosmetologingiz zo'r ishlab bergan. Я отправляю, men o'zimga olmayman ularni. Xatosi bilan ishlagan bo'lsa-chi? Nimalar qilib Смотря xato. Вообще unaqa gapirmayman, nimalar qilib O'zimisa? tashlabsiz deb. Yo'q, вообще yoki gapirmayman. shu 10 yil davomida hech narsa effekt bo'lmabdi-yu deb. Nima, unaqa. Значит, demak ishlamagan bo'ladi. Или noto'g'ri ishlagan bo'ladi. nimaga? Iftixor, vrach moy. Ha, Ichida defitsitlarga ahamiyat berish kerakmi? ha, to'g'ri. Общий belok bilan ferritin qanchalik rol o'ynaydi bizda? Katta rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. O'shani ham gormonal fon qanchalik и постоянно stressda yashaydigan insonlarda voy, хоть самый super-puper narsalar olib bering, qilib bering, deb tekinga qilib bering, o'shanda ham bo'lmaydi rezultat. Bizda endi faqat stress emas, tashqi muhit omili, ekologiya ham rol o'ynaydi. Bir xillar постоянно quyoshda yuradi, bir xillar огородda ishlaydigan ayollarimiz bor. Misol puli bo'lsa ham, bez maska, bez SPF ga yuradiganlar bor. Ularda ham постоянно o'qot qarash kerak bo'ladi, baribir. Sinib ketadi terisi, qurgan, bilasizmi, yuzlari qurgan, qattiq tortishga ham qiynalamiz. Ajin tushib ketgan, bir xillarda borda, ajindi, lekin terida hech teri yo'q. Просто teri sinib ketgan. Bu tortaman, qo'lim bilan torta olmayman. Elastoznoy ko'rdi. Tortib tekislab bering dedi. Yo'q, bu tortilmaydi deyman o'sha. Buni ili to'yintirish kerak, ili yumshatish kerak buni. Тогда kosmetologga Да, keladi. уже kosmetolog уже. Endi grijasi bizdan olinadi, ata terini o'zi bo'lsa, уже qiyin. Men patsientkamda ham shunaqa bo'ldi-yu. Sizga qaysi patsient bor edi yaqinda? Bugunmi? Kecha kelib otsiyanka qildirib ketdi dedingiz. Samarqandlik. Ha, bo'ldi. Avariya bo'lganlari. Hali rannisroq-ku, yana ozgina atchoklari bor edi. Men aytdim.
yana bitta patsientkam bordilar. Bir xillar narxini bilmay keladi. Voy muncha qimmat deydi. Voy siz Nargiz opadan so'ramadingiz narxini. Nargiz opaga qilganmiz eng qimmatini, shahar bo'yicha eng qimmat Nargiz opa deyapti. Pastda o'zini 2000 ga qilganmiz, 2000 ga. Bir xillarga krugovoy ketib qoladi-da. $1000 boshlangan o'zi narx. 1,5. Keyin уже 2 barobar. Hali rekord Xo'jayinim buzish 2 marta 2000 qo'yib qo'yganlar o'zlarida. Jon qayerdan bildingiz, sam u sandvichni protseduralari 2 barobar qimmatga aylanadi oxirida deb. Kimgadir o'xshamoqchi bo'lishadi, например, blogerlarga bo'lishgiligi keladi, yoki qanaqadir aktrisaga o'xshab. Shularni ham tushuntirib keting, что plastika bilan yoki kosmetologlar bilan yuzni вообще o'zgartirish qiyin. Alhamdulillah hozir ancha tibbiy tushunchasi yaxshi bo'lib qoldi xalqimizning. Kam bunaqalar. Oldin rosa ko'p edi. Mana bunaqa qilib bering, mana bunaqa bering. O'zlari aziyat bo'ladi, lekin yevropeyskiy litso xohlab qolishgan. Uni iloji yo'q, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Uni suylan sindirib, uning uchun unda kareslar qilishi mumkin. Unda ham krugli litsoni 3 burchak qilib, V shaklida qilib, shuning uchun suylan sindiradi, pastga jarib, polni sindirib, tepaga tortadi. Uni shunaqa qilish mumkin. Hatto o'shanda ham kimdirga o'xshatib bermaydi. Yo'q, bu nimaga o'zi kimgadir o'xshash kerak? Это psixologический момент. Bo'lishi mumkin yani. Kimdir o'xshashsa klon ko'payib ketadi. Hamma bir xil litso bo'lib ketyapti hozir. Natural, hozir minimalizm otsenkasi yuqoriroqda hozir. Qarayman, 16 lab baland, qosh tepada. Bu da samuray. Samuray qosh. 16 yil oldin birinchi marta Fransiyaga borganman. Mani представлениямda Fransiyada chiroyli ayollar, bizani представлениеda shunaqa bo'lgan-ku. Chiroyli ayollar yashaydi deb o'ylaganman-da, borganimdan keyin Italiyada ham chiroyli emas, Fransiyada ham chiroyligi kam-da. Otsenkasi zo'r ular, unaqa jav. Otsenka emas. Вот смотри. Qildirmaydi ular. Hech narsa qildirmaydi, da. Неухоженный o'zi в принципе bizani ayollardan ham ayollar chiroyliroq-da. To'g'ri. Keyin o'tdan keldimda, sразу вечеринкаga bordim, samolyotda kelib, uyga kirib kiyim almashtirib, restoranga bordimda, bizani ayollarni ko'raman, ko'zlarimcha prям xursand bo'lib ketadi. Какие они красивые deb. Zo'r makeup, bizani borishadi. Какие ухоженные, да. Uni qilib kirib boraveradi. Ulardagi muhokama yo'q, bir-birida anaqa, men mana bunaqa kiyib ketdim, mana bunaqa kiyib keldim. Bizda hamma o'ziga qaraydi, bizda otsenka. Nimaga chiroyli ayollar bizda ko'p, Yevropada kamligini bilasizmi istoriyani? Nimaga? Bizda xonlar bo'lganda eng chiroyli ayollardan bolalar tarqalgan, to'g'rimi? Aha. Yevropada chiroyli ayollarni vedьма deb hisoblab yo'q borishgan, o'ldirishgan. Ya Alloh. Поэтому bizda ayollarimiz chiroyliroq. Nechta qon aralashgan. Hatto men toza qon, toza o'zbekman. Biz mo'g'ullar ham bosib olgan. Da. Hamma bosib olgan. Поэтому bizda qon juda ham ko'p aralashgani uchun har bitta ayol chiroyli-da, o'zini izyuminka, o'zini chiroyi bor. Lekin irankalarga o'xshab ketib qolishcha. Iranskая moda bor-ku, juda ham ko'p shiringan. Это же иранская больше. U yoq tarafda mana shunaqa hozir mamlaqa bir 2 qavat 3 ming litrlab jo'natib mundoq narsa tushirib olishyapti. Iyaga podborodga filial qilib. Nima kerak bu? Mana buni yashirish uchunmi? Bu yashirilmaydi ham-da. Shuni aytaman-da. Bundoq qilsa o'ynab turadi keyin. Ko'pchilikda baribir недоразвитый челюсть. Da, unisi ham bor, ha. Men o'g'limda ham kichkina челюсть, именно mana shu taraf kichkina. Keyin olib borib aniq qildiramiz deb. Это mahardam operatsiya. Uni eng zo'r idealniy varianti это operatsiya. Da. Челюстной, да. Xirurglar qiladi, mandibuloplastika qilib. Idealniy varianti. Челюсть to'g'rilanmaguncha yuz chiroyli bo'lishi qiyinroq desa. O'g'il bolaga hech shart emas. Kim endi yana meditsina tayyorlayapsiz farzandlaringizdan? Kamilani, da, bilaman. Tayyor уже. Tayyormi? Ha, bitta diplom kerak unga bo'ldi. Sразу ishga tushib qoladi. Keyingilaricha o'g'lingiz, yana qizingiz? O'g'lim aeroportda ishlaydi. Ikkinchi qizim все-таки более fashion, da, unda fashion. Yaxshi. Chunki hozir o'qishi ham o'sha imенно fashion bo'yicha. Faqat adasi пока qo'ymayaptilar, o'zini ham modellikka yo'q deyaptilar. Но было бы неплохо o'rganish unga. Ну ладно endi. Bizda baribir erkaklar на первом месте. To'g'ri, shunaqa. Муж сказал, жена сделала. Lekin anaqa birinchi kirib sizni retsepт ko'rgan odam unaqa deb o'ylamaydi. Eri yo'q buni.
Или shunaqa самооценкasi yuqori самоуверенный женщина. Или erini qo'lga olgan deb o'ylaydi. Siz shunaqa uверенность, shunaqa gapirishlaringiz o'zingizam bilasiz. Toningiz yoshligingizdan shunaqami? Ton har doim shunaqa Hech bo'lgan. kim siz bilan tanisha olmagan bo'lsa kerak, yaqinlasha olmaganda. Вообще mani ovozimni hech kim yoqtirmagan. Dersiz. Ayajon rahmatli aytardilar, Nargizani 7 mahalla eshitadi deb. Baqara. Agar emotsiyaga berilib ketsam-ku, ovozim еще balandroq chiqadi. Uchrashuv qanaqa bo'lgan? Mana shunday. Erim bilan? Qanaqa bo'lsa, men ularga просто nimagan Yonlarda katta bo'lgan. Mani 2 yil kutganlar. bilgan ekanlar-da. Da, 2 yil kutganlar maktab bitirishim. Shmigajavka bo'lgan. Program maktab bitirdingiz ketdi. Yo'q, birinchi kursda. Sizlar paytda vohli berishardi. No, vohli berishi plusi ham bor, minusi ham bor. Men qiynalganman-da. Aytgansiz. Да. А так самоуверенныйligim, наверное, все-таки больше odamlardan. Chunki meni odam bilasizmi, katta qilganlar. Voy, meni krasavitsan, mana shunaqa qilib katta qilganlar. Boringiz И haligacha ham shunaqada telefon qiladilar. Voy, meni krasavitsa qizim, meni primadonna qizim, kamchilik so'ramaydilar, потому что o'zlari biladilar, что qilib qo'yishadi hamma kamchiliklarimni. Men eng zo'rimanda, вот men shuni o'zim his qilaman-da, что odamlar bilan gaplashayotganda, что men idealniy eng zo'r qizman. Da. Samooценкам mana shunaqa turadi menda. Конечно, orqangizda ikkita odam turibdi. Ham adez, ham yeringiz, mana mo'sh. Doim qo'llab-quvvatlaydigan odam bor. Поддержка qilishadi. Поддержкада. Bu ham sizga yordam bergan oyoqqa turishingizga, No, lekin bu degani qadam tashlashingiz. Faqat bu nima? O'sha kalorisga ham yo'l ketganingizda siz ketaverasiz. Nimani ushlasangiz ketaverasiz hozir. Поддержка Shu turishda, misol uchun yiqilsangiz ham turg'izib yuboradigan odam bor-da, yoki o'zingizdan turib ketaverishingiz mumkin misol uchun. Mana shu Instagramni yurg'izmoqchi bo'lganimda ham xo'jayinim aytganlar-da. Qilib ko'r, zato qilib ko'rasan. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa nicho страшного deganlar. Da. Biza 7 qadam, 7 o'lchab, bir kesib, misol uchunda shunaqa qilib 700 marta. To'zi shunaqa qilib shunaqa biz ham boshlaganmiz, mana. Qiz bolani adala shunaqa katta qilish kerak, что men даже haligacha ham aytqaman, telefonda gaplashsam shunaqa maza qilmay, men qizlarim kulib turishadi-da. Qiz bolaja ishonib qolishi keyin qanaqa bo'ladi keyin? Qanaqa ishonib qolishi? Endi men polni tayanib, hammasini hal qilib bersam, bitta 2 ga chiqib qolmaydimi? Misolda. Mana odamlar hamma narsani hal qilib bermaydilar. Mani xo'jayinim hal qilib beradi hammasini. Siz so'ramaysiz. Kerak bo'lsa odamlarga ham, men ota-onamga problemamni aytmayman. Men shunaqa boshida shunaqa bo'lmagan-ku. Misol uchun yerga tez boshidan qilib tasha olmaganlar. Yeringiz ham boshida menga odam pul berardilar-da. Shu tomonda sizda, demak, tarbiyangiz yaxshi bo'lgan. Eringiz ushlagansiz bir qilib. Bir xilda. Siz qanaqa katta qilishgan eding? Ha. Sib o'tirgan. Ana. Borgan joyingda tosh qotgan. Xo'p degan. Ana, Gap qaytarmagin. Mana shunaqa deb tarbiyalashganda. O'shanda boshqa gap. Hatto men onam tatarka bo'lsalar ham, meni prям mashina o'shiga. Shundan boshlamaysiz. Men aytdim, sizda litso qanaqadir mitiskiga tortib. O'zbeklar unaqa chiroyli bo'lmaydi-da, o'zi tabiiy. Nimaga unaqa deysiz? O'zbeklar chiroyli. Haqiqiy o'zbeklar endi baribir aziyat, mo'g'ul, misol endi mongollar bosib olgan qozoqroq bo'ladi-da. Bizda ham aralashib ketdi, misol uchun tojik aralashib ketdi, turk aralashgan, o'sha ko'p millatlar aralashib smeshinniy bo'lib, misol uchun. Конечно, aralashgan. Qizlarga shunaqa mehr, внимание berish kerak. Hozirgi paytda katastroficheski yetmayapti. Chunki bizning hozirgi yoshlar ko'chaga chiqib, bekitib bo'lsa ham внимание ko'chadan olishga harakat qilyapti. Gaplashyapti, ухажёр topib. Да. И shunchalik chuqur kirib ketishyapti, что men qizlar bilan ham ishlayman-ku, yoshlar ham keladi. Kontaktda bo'lish kerak. Farzand bilan. Kontakt yo'q. Nima qilyapsan? Nima ish qilyapsan? O'qishni bitirding, hop qayerdasan? Darsga kelding, uyga keldingmi? Qo'shimcha repetirganmi, sportgami? Postoyan kontakt bo'lsa qiladigan ish qolmaydi. Doim zaynat qilib qo'yish kerak farzand nimadir bilan. Qo'yish kerak, da. Da, shuning uchun pul tikish kerak ularga ham. Kapital tikish kerak. Investitsiyada eng zo'r investitsiya farzandga. Bo'ldi, mana shu eng zo'r investitsiya shu hisoblanadi. Mana shu Доказанный. Anaqa, bankrotga uchramaysiz. Qarang, mana Kamilani siz yaxshi taniysiz. Juda ham qiyin rodi bo'lgan. Men 9 sutka reanimatsiyada yotganman, bolam reanimatsiyada yotgan. O'lib qolishi mumkin deyishgan. Lekin vovремя сложный. Да. Сложный роды bo'lgan. Keyin bu 6 yil nevropatologda uchetda turgan.
aytishgan shu bolang ozgina o'zini yoshidagilardan qolib ketadi aql deyishgan. zaiflik Aql jihatdan. zaifligidan, da. Keyin- Men rozi bo'lmaganman unga. Yo'q, как это mani bolam unaqa bo'ladi deb. Professorlarni navarasi unaqa bo'lmaydi debchi, shu tindirmasdan biza kitobni Tekshirib. yodlardik. O'qimasdik, yodlardik. Любой stranitsasini olsangiz, shundoq sizga yodlab berardi kichkina paytida. Kamila. Keyin buni сложная древняя literatura, rus tilida ko'p bolalarim gapiradi. Древняя literaturadan boshlaganmiz-da. Qiyin so'zlar bilan, qiyin literatura bilan o'qiganni hisobiga не только qolib ketdi, oshib ketdi. Mozg можно, оказывается. Men просто hozir endi ishonaman, endi mana o'rganaveramiz-ku. Nimaga ko'p kitob o'qish kerak, nimaga stих надо учить deyiladi-yu. Mozg trenirovаться qilish Da, kerak. trenirovать qilish kerak. Men shu joyda tavsiya etaman. Bu Alloh taoloning ko'p ne'matlari bor, mo'jizalari juda ko'p. Ayniqsa miya jihatiga keladigan bo'lsak, bu ana 2 terabaytli emas-da bu. 6 terabaytli ham emas, 100 terabayt ham emas. Qancha xohlasangiz shuncha kiradi. Faqat takrorlash bilan miyani pushti egatlarini chuqurlashtirish mumkin. Takrorlamasa, miyani pushti egatlari sayozlanib boradi. O'shaning uchun qancha ko'p o'qisangiz, ko'p o'qiyapman, eslab qola olmayman boshqa deydi, majburlash kerak. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan. Tushunmasdimda harakat qilardim yodlashga keyin. Yodlasam keyin gapirib beradi. Keyin sekin o'zim qiynab, ana xuddi aytasiz, hamma kitobni yodlash kerak bo'ladi. Odam o'zini boshida qiynasa, shuning uchun Ibn Sino ham aytgan, o'qisang 18 yoshgacha o'qing yoki bo'lmasa yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir. Bu ham bekorga aytilmagan. O'qimang endi, mana 20 yoshdan keyin boshlang, kalangizga hech narsa kirmaydi. 100%. Da, просто endi maktabda ham yaxshi o'qish kerak. O'qish kerak, u uchun nima qilish kerak? Praktikavat qilib, o'rganib, ustozdan shogird bo'lish u ana unaqalarga bo'ladi. Mashina tuzatuvchilarga yoki ustalarga bo'ladi. Boradi, hunar o'rganadi, qilib ketaveradi. Xato bo'lsa, yana gaykani almashtiradi. Meditsinada unaqa narsa yo'q-da. Yoshlikdan yaxshi o'qish kerak. Bekorga 13 yil, bekorga shuncha yil o'qilmaydi meditsinada. To'g'ri. Qayerda o'qigansiz o'zingiz? Men o'zim Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilganman. O'sha yerda 29-maktabni bitirganman. Keyin 2004-yil Toshkentga kelganmiz. Men bas 20 yil bo'ldi, 20 yildan oshibdi ozgina. Keyin bu yoqda Toshkentda Sanpin litseyda o'qiganman. Keyin Sanpin litseyda 3 yil o'qib, qatnab o'zimiz kuchimiz bilan Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirganmiz. Hozirgi Toshkent davlat tibbiyot universitetiga grant asosida. Lichebniyda 7 yil o'qiganmiz, hozir 6 yil. Keyin yana 2 yil o'qiganmiz ordinaturada. Keyin prezident grantini yutib Turkiyaga ketganman. Keyin undan keyin Ispaniyaga ketganman. Borib, o'qib, malaka oshirib, ungacha bu yoqda ishlaganman, ko'rganman. Masalan uchun bir xil sira chet elga intiladi. Yo'q. Sen birinchi shu yerdagi ustozlarni, professorlar bilimini olib o'g'irlash kerak. Bular nima ish qilyapti, nima qo'yapti, hammasini olgandan keyin borish kerak. Siz quruq sterilniy anatomiyani o'rgandingiz, teoriyangiz bor, praktikangiz yo'q bo'lib borsangiz, prosta borib kino tomosha qilib kelganda bo'laverasiz. Siz bu yoqda qo'lda o'rgatib, qilib, xatolarni ko'rib, nimadir o'xshamayapti, nimadiringiz kam. Keyin borsangiz, voy, mana bunaqa qilar ekan deb ideya o'g'irlab kelsangiz bo'ladi. Siz hali bu yoqda o'zi operatsiya qilmagansiz, chet elga borib olgansiz. Ular sizga hech qachon o'tirib anatomiyadan boshlab o'rgatmaydi. Shunda qilib ketaveradi. Masalan, jivaya xirurgiyalarga boramiz-ku biz, life surgerylarga. Program qilib ketaveradi. Uni o'zingiz tushunib olishingiz kerak. Mana bunaqa qilarkan, bunaqa qilarkan. O'shaning uchun men doim yoshlarga aytaman, birinchi o'zimizda hattab 2 yil ishlab, magistraturani tugatib ko'rib, malaka oshirishga borish kerak. To'g'ri. O'qishga emas, malaka oshirishga borish kerak. Chunki o'qish o'zimizda ham zo'r. Hamma professor, ustoz, biz ham shu yerdan chiqqanmiz-da, g'irt qishloqdan chiqqanmiz. Bir nimadir oqsuyak emasmi? Suyak oq, конечно, ochsiz. Hammamizniki. Suyak oq. Misol uchun endi ana u aristokratичный bu anaqa bo'lmaganmiz-da. Bu misol uchun yerga ushoq tushsa ham, olib yeb ketaverganmiz. Uzum tushsa ham artib, pomidorni yemasdan yuvib, misol uchun-da, studentlikda lavash bilan non yeb. To'g'ri, hammamiz biz ham shunaqa bo'lganmiz. Boshga tushgan ko'z ko'radi. Mana shunaqa. Mana shu narsa motivatsiya bo'lgan bizga. Mana shu narsa. Men bir shunaqa yurmayman deganman. Mana shu narsa motivatsiya bu, kitob o'qib o'rganmiz. Lekin o'sha paytda yaxshi payt bo'lgan. O'rtoqlarim ishlab o'qib pul topgan, zo'r yeb ichib. Yo'q, men faqat o'qiganman. O'shaning uchun pulim bo'lmagan meni. Keyin topaman deganman-da. Ikkita yo'l bor-da. Yaxshi voqea pul topish bor. Keyin sekinlashish bor. Yoki bo'lmasa boshida sekinlashib, keyin tez anaqa bor-da. Yaxshi pul topish. Misol uchun Garvarddan universitet talabalariga mana shunaqa o'rgatiladi. Olgan biliming, topgan puling bilan to'g'ri proporsional bo'ladi. Ya'ni yaxshi o'qimasang, yaxshi topmaysan.
yaxshi o'qisang, yaxshi topasan. Misol uchun-da, to'g'rimi? Misol uchun sen 5 minutda botik siqib bo'lasiz, to'g'rimi? Da. Misol 5 minutda $300. $300 kimdir 1 oy ishlaydi. Og'ir mehnat bilan. Shuning uchun ilm qadrlanadi. Islomda ham, bu dunyoda ham-da ilmni narxini cheki yo'qda. Ilm baribir ilmga boradi. Shunda o'tirasiz, bitta gapingizga, misol uchun arxitektorlar ham, misol dizaynerlar mana yaqinda uy qurdi mana kakirasiz. Men qurmadim o'zi, tayyorga bordim. Bitta chizib beradi $5000. Misol uchun. To'g'ri. Mana oddiy bularning ishi, qancha mehnat. Yaqinda boshqa. mehmon kutdim, shundan boshlaylik. Mana. Bitta kelib mehmon kutib ketishi, например, eng arzoni $30 человека. A tak 50, 60, $70 ketdi endi sizni nimangizga qarab, Желаниеңizga qarab, da, ya'ni misol uchun To'g'ri. baliq qo'yib qo'yishingiz bor, to'g'rimi? To'g'ri. To'yanda xudo o'zi shunga o'xshagan. Mana men shu Kamilam xirurg bo'lmoqchi-yu, chunki kosmetologiya u uchun shunaqa yengil narsa bo'lib qoldi. Что неинтересный bo'ldi. Da, keyingi bosqich kutyapti уже. Da. Siz uni adrenalini qolmadi unga. U yonadigan Kosmetologiyada, da. Bilim turibdi, xirurg kesishi bering, kesadi u hozir. Kesadi, bizani men bu rektorga qancha Qatnadi, turib qatnadi, ustozimga. sizni ustozingizga. И har doim o'sha как его зовут? Baymurad Shuhrat Abjalovich. Да, Shuhrat Abdujalilovich har doim Ustozim, so'raydi, eng ha. yaxshi Kamila, тебе это зачем? Это Да, такая Alexander сложная, да. Sen qiz bolasan, senga nimaga kerak bu narsa deb. Нет, мне это надо. Мне это Da, надо. ustoz shunaqalar. Ayol kishi bo'lsa yengilroq narsa olsin deydilar, lekin erkak kishi bo'lsa burunni ish qabul etadi. Mana shu ustozimda katta bo'lganman 2013-yildan beri. 5 yil oldinlarda tinmay yurganman-da. Keyin sekin chasniga chiqib, Да. Iftikhor, смотри, Istanbulga borib keldi-yu. Oyijon deydi. boshqa Nima bo'ldi hozir deydi. Erkaklar juda ham yengil operatsiyalar qilishyapti. Ayollar deydi kuchli. Сложный operatsiyalar qilishyapti Istanbulda deydi. bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda bizda juda ham не знаю, bu modamikin, bu piarmikin, nimaligini bilmayman. Kollega bir-birini hech ham hurmat qilmayapti. Xirurglarning minus taraflarini ochib berishyapti, kosmetologini u yomon, bu yaxshi, короче, men idealni ishlayman, men korolyevaman deb chiqib ketishyapti. Nima deysiz shu? O'sha aytgan odamlarda ham, yomonlagan odamlarda ham, o'zida ham, misol uchun xato bo'lgan. O iloji yo'q. Aytadi-yu, kim xato qilmaydi, ishlamagan odam xato qilmaydi. Misol uchun kesmasligimiz kerak. Unda o'tirib, gaplashib o'tirsak bo'ladi. Misol uchun motivator bo'lish kerak, yoki psixolog bo'lish kerak. Ular xato qilmasligi mumkin, misol uchun. Psixologlar ham xato qilishadi. Lekin iloji yo'q. 100% ustozlarim necha yil qayerga borgan bo'lsa so'rayman. Menda ham bo'ladi deydi. Bo'lmasa butun dunyoga ulardan malaka oshiradi, lekin ularda ham bo'ladi. Iloji yo'q. Natijani Alloh beradi. Bu sababiyatini biz qilamiz, lekin qalbimizda, o'sha ko'nglimizda yaxshi narsa, niyatimiz yaxshi bo'ladi, harakat qilamiz. Bu endi bilmaysiz organizm qanaqa reaksiya qiladi bu operatsiyaga. Turg'urligini ham bilasiz. Stolda zo'r bo'ladi, bitganda boshqa narsa bo'ladi. Stolda siz недовольный bo'lib chiqib ketgansiz, qilib yuradigan bo'lar. Mana ba'zida o'ylab yuraman shuni. O'shalarda zo'r bo'ladi. Bunda 7-kun keladi, chotki bo'ladi. Ana bu stolda довольный bo'lib chiqib ketganlarimda boshqa narsalar chiqib qoladi. Bilmayman, u yerda mana deyman stolda ko'rsataman-da, bemor o'zi ham hayron qoladi-da, ba'zida. Misol uchun незначительный выворотlar bo'ladi, podchashga tortganingizda. Misol uchun gematoma bo'lib qoladi, arteriyaga tushsangiz, bir xillar ko'karib ketadi, bilib bo'lmaydi uni. Shuning uchun aytamiz, ko'karish bilan ish bo'ladi. Izi qoladimi? Ha, izi qoladi. Siz kutmagan narsalar bo'ladi. Infeksiya tushsa yiringlashi mumkin, iplar ochilib ketishi mumkin. Hamma общий хирургический осложнениялар bo'ladi, aniq. Также и kosmetologiyada ham осложнение bo'ladi. Da, o'sha uxotga bog'liq bo'ladi, yaxshi qarashiga bog'liq bo'ladi, ehtiyot bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Ixloschi. Ya обязательно 100%. Birinchi o'rinda. 50% da oldin, hozir 70% ga chiqarib yubordim. Ixlos. Ixlos bo'lsa, shunda o'zini ishonib Allohga tavakkal qilsa, bu o'shalarda zo'r chiqadi. Eridan yashirmasa, qaynonasidan yashirmasa, eriga $500 deb qolgan $500 o'zi qo'shmasa, misol uchun eridan duoni olib so'rab kelsa, zo'r bo'ladi. Biz qiynalmaymiz shularda. Rostdan qiynalib, bir xil o'zi aytadi, vaqt hech kim bilmay qolsin, qaynonam bunaqa deyishadi. Shunda sal qiynalamiz, to'g'ri? Yaxshi chiqsin deymiz iloyim. Qanaqa bilmaydi, ular mana bunday podyaska bilan yurganida. Kimdir komandirov ketgan bo'ladi. Endi sal yaxshi bo'lib qolsin deydi erigacha. Erim yo'q demaydi, prosta aytmaydi deydi. Bir xil xavotirga solmaydi deydi. Iloji bo'lsa, ruxsat so'rab duosini olib kelsa ham yaxshi bo'ladi.
Sizlardagi astajniyalar endi ja voqimali bo'lmasa kerak. endi. Bizaniki voqimali bo'lmaydi. Например, botoks hiptozi ham birinchi marta emas. Bir necha yil qildirib yurganman. Ular ham xirurglar, ular menga disport qilganlarda 4 soat uxlamang degan, xo'p deganman deb, nima qilib uxlab qo'yishgan. Pastga tushganda, ovqatda. Pastga tushib ketganda. O'shanda ham men ularni обвинять qilmaganman, nичего страшного. Nima qilsam, issiq kompress qilgan, antibiotik, fizioterapiya. Endi antibiotiklar qilmaganman, massировать qilib Vitamin chiqib ketgan. Всё нормально, o'sha paytda ham нормально bo'lib ketgan. Baribir kollega bir-birini hurmat qilishimiz kerak. Обязательно deontologiya degan so'z. Din tarafdan keladigan bo'lsa hamchi, islom dinida eng katta gunohlardan bittasi birovni aybini oshkor qilish. To'g'ri. Eng katta gunohlardan bittasi. Shuning uchun yashirish kerak. Agar siz to'g'rilab bera oladigan bo'lsangiz-chi, to'g'rilab bering, bu narsani PR qilib ko'chaga olib chiqmanglar. Birinchidan bizadan hozirgi keyingi pokoleniyalar ham o'rganadi. Bu norma holat bo'lib qolishi kerak emas yoshlarga ham. Bir-birimizni hurmat qilamiz, bir-birimizni aybimizni bekitamiz, qo'limizdan kelsa bir-birimizga yordam beramiz. Hammamizga rizqimiz bo'linib berilgan. Barakasini bersin, самое главное. Xirurglar bilan birga baravargalikda ishlashimiz kerak. Chunki xirurglar podtяжканы yaxshi qilib bera olishadi. Biza bergan siyaniyani bular tikib qo'ya olmaydi. Biza baravar ishlashimiz kerak. И вообще O'zbekiston musulmonlar ko'p bo'lgani bilan nimagadir hozirgi paytda O'zbekistonda juda ham ozloblenniy insonlar ko'payib ketyapti. Ozgina mehrliroq bo'linglar. Ozgina. Har doim qo'rqadigan narsam bu balo kelish. Недовольный bo'lishimizdan, birovni hayotiga qarab yashashimizdan, yashamaylar birovni hayotiga. Lichni menga havas qilaman deydi, havas qilmaylar. Mani uyimdagi tarakanlarni men bilaman, nimalar borligini. Lekin tashqi ko'rinishga qarab baho berilmaydi. To'g'ri. Men shu 26 yil ichida o'tgan sinovlarimni faqat men o'zim bilaman. Qanaqa sinovlardan o'taman, kun davomida qanaqa sinovlar keladi. Поэтому havas qilmaymiz. Shu uy joyimiz bormi? Shukr. Mashinamiz bormi? Shukr. Yeyishimiz bormi? Shukr. Yo'qchilikni ham ko'rdim. Kasallikni ham ko'rdim. Bitta больницаdan reanimatsiyaga tushib qolish, bu degani u vrach или xirurg menga yomonlik qilmoqchi bo'lgani degani emas, просто organizmim shunchalik reaksiya bergan mana. Ularni ham ko'rdim. Bolam tug'ilib yashamaganligini ham ko'rdim. Har bitta ikki qat bo'lib yurishlar, qiyin беременность o'tishlarini ham ko'rdim. Короче, bu dunyo сказка emas. To'g'ri. Поэтому shukr qilamiz. Motivatsiya olamiz, kimdir yoqadi-yu bizga. Например, menga ham bor yoqadigan insonlar, ulardan motivatsiya olaman. Ozgina настроением tushib ketdim, сразу kiraman o'sha akkauntga deb, bo'ldi, bitta kulishini ko'raman, всё, menda o'sha настроение bor. Qaysi meniki? Qaysi akkaunt? Meni akkauntim emas. Sizni akkauntingiz. Поэтому shukr qilamiz, hamma narsadan rozi bo'lamiz. Juda ham chiroyli gapirdingiz, Nargiz opa, shukurda katta narsa, istig'forda. Bitta narsani aytib ketaman, shu oxirgi savolingizga, yomonlik, o'sha yomonlash haqida. Biza вторичный ko'p keladi menga, bilasiz. Kelganda aytaman faqat сделано в Toshkentda u Durgova xirurg deyman. Bo'ldi, u kim, nima, qizig'i yo'qni. Qilib bera olsam, qilib bera olmayman deyman, qilib bera olmasam, qilib bera olmayman. Bitta narsani oshkora aytamiz, yomonlashib, faqat shu kosmetologlar kesganligini aytamiz. Kimligini ham aytmayapmiz, shunda ham yashirib, boshqa qilib, prosta kosmetologlar kesmanglar, asorat o'zimizni xalq, o'zimizni o'sha onalarimiz, opalar, singillarimiz shu o'zlarining ishinglar qilinglar demoqchimiz. Shu bilan shu xulosa qiladigan narsamiz shu bo'ldi bugungi podpishchilarga ham, bizdan kuzatuvchilarga ham kosmetologический protseduralarni kosmetologlarda qildiringlar. Xirurgический kesiladigan любой вмешательствоni iloji bo'lsa o'sha bitirgan xirurglarda, inslarni, boshqa joylarni ofitsiant xirurglarda qilishni taklif qilamiz. Shu ma'no gapim. Rahmat sizga taklif uchun. Juda ham mazza qildim Nargiz opa. Sizdan pozitiv energiya olamiz. Bu energiya bilan ertaga 3 ta operatsiya qilsam kerak. Qiling-da, конечно. Yo, yana baribir qizu nimaga menga qimmat qildingiz, qimmat. Menga интересно. Shu savolga javob olmoqchi biz. Keyingi podkastlarda bizdan kuzatinglar. Qiziqroq bo'lib qoldi.
xo'jayinlar Rahmat. so'rayaptilar, nimaga uncha uzoq operatsiya qilyapsiz deb ham medsestra. Ketmaydi ham erim. Necha soat qolib ketdik? 4,5 soat. 4,5 soat bo'lavering. Bilmayman deyman-da, necha pulligini. Minutiga qancha?